Barchaga salom aziz bilimdonlar. Bugun biz paradokslarning hayratlanarli, aql-idrokni egiluvchi va mutlaqo mantiqsiz olamiga sho'ng'iymiz. Birinchidan keling, sevimli yog'och o'g'lonimiz Pinokioni ko'rib chiqaylik. Qoidani hammamiz bilamiz. Pinokio yolg'on gapirsa, uning burni o'sadi. Juda oddiy, shundaymi? Ammo Pinokio shunday desa-chi, hozir burnim o'sadi. Oqibatlarni ko'rib chiqing. Agar u bu gapni aytgandan keyin burni o'smasa, demak uning bayonoti yolg'on bo'lgan. Qoidaga ko'ra u yolg'on gapirsa, burni o'sishi kerak. Bu ziddiyatni keltirib chiqaradi. Aksincha, uning burni o'ssa, demak uning bayonoti rost bo'lgan. Bu esa uning yolg'on gapirgandagina burni o'sish qoidasiga ko'ra uning burni o'smasligi kerak degan ma'noni anglatadi. Yana ziddiyat. Pinokio paradoksi bu o'z-o'ziga murojaat qiluvchi paradoksning yorqin namunasidir. Ikki qo'riqchi paradoksi. Tasavvur qiling, oldingizda ikkita darvoza bor. Biri ozodlikka, ikkinchisi esa xavfga olib boradi. Har bir darvoza oldida bittadan qo'riqchi turdi. Bizga ma'lumki, bir qo'riqchi doimo rost gapiradi, ikkinchisi esa doimo yolg'on. Sizning faqat bitta qo'riqchiga bitta savol berishga haqqingiz bor. Savol shunday bo'lishi kerakki, siz rostgo'y kim, yolg'onchi kimligini bilmasdan ham ozodlikka olib boradigan yo'lni topa olasiz. Qanday savol berish kerak? Savol shunday bo'lishi kerakki, agar men ikkinchi qo'riqchidan ozodlik darvozasi qaysi ekanligini so'rasam, u menga qaysi yo'lni ko'rsatadi? Endi tahlil qiling. 1. Rostgo'ydan so'rasangiz, u yolg'onchi sizga noto'g'ri yo'lni ko'rsatganini rost aytadi. Demak, u noto'g'ri yo'lni ko'rsatgan. Yolg'onchi qo'riqchidan so'rasangiz, u rostgo'yning sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatishini bildiradi. Lekin u yolg'on gapirishi shart. Shuning uchun ham u yana noto'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Ikkala holatda ham sizga ko'rsatilgan yo'l doimo noto'g'ri yo'l bo'ladi. Shunday qilib, sizga ko'rsatilgan darvozaning teskarisini tanlab ozodlikka erishasiz. Bu paradoks yuqori darajadagi deduksiya va mantiqiy tezkorlikni talab qiladi. Bu esa eng murakkab mantiqiy zanjirlarni hal qilishda qanchalik ehtiyot bo'lishimiz kerakligini ko'rsatadi. Keling, endi metafizika va diniy falsafaning markaziy savoliga to'xtaylik. Qudrat paradoksi. Bu shunday savol. Mutlaq qudratli mavjudot, masalan, mabud shunday og'ir tosh yarata oladimiki, uning o'zi ham ko'tara olmasin? Agar javob ha bo'lsa, u bu toshni yarata olsa, demak uni ko'tara olmasligi sababli u mutlaq qudratli emas. Agar javob yo'q bo'lsa, u bunday toshni yarata olmasa, bu uning yaratish qudratining chegarasini ko'rsatadi va shuning uchun u yana mutlaq qudratli bo'lmaydi. Bu paradoks barcha qudratlilik konsepsiyasini sinovdan o'tkazadi. Bu shuni ko'rsatadiki, mutlaq qudratlilik mantiqiy ziddiyatni talab qiladigan vaziyatlarni yaratishini o'z ichiga ololmaydi. Paradoksning yakuniy maqsadi bizning qudrat va mantiq so'zlariga bergan ta'riflarimiz chegaralarini ochib berishdir. Endi keling, ilmiy fantastika olamiga qadam qo'yaylik va vaqt sayohati bilan bog'liq eng mashhur fikr tajribalardan birini ko'rib chiqaylik. Bobo Kalon paradoksi. Tasavvur qiling, siz vaqt mashinasini ixtiro qilasiz va bobo buvalaringiz uchrashishdan oldingi vaqtga sayohat qilasiz. Kutilmagan burilishda siz tasodifan bobo buvalaringizni uchrashishga to'sqinlik qilasiz. Nima bo'ladi? Agar siz ularning uchrashishiga to'sqinlik qilsangiz, ular turmush qurishmaydi, ota-onangiz tug'ilmaydi va natijada siz ham tug'ilmaydigan bo'lasiz. Biroq agar siz tug'ilmagan bo'lsangiz, vaqt mashinasini kim ixtiro qildi va kim orqaga sayohat qilib bobo buvalaringizga to'sqinlik qildi? Bobo Kalon paradoksi sabab oqibatning an'anaviy tushunchasiga qarshi chiqadi. Bu shuni ko'rsatadiki, agar vaqt sayohati mumkin bo'lsa, koinot o'zining to'g'rilash uchun qandaydir mexanizmga ega bo'lishi kerak. Nihoyat keling, mantiq va huquqning juda noqulay kesishmasi bo'lgan timsoh dilemasiga to'xtaylik. Bu qadimgi mantiqiy muammo. Bunda timsoh daryo bo'yidagi onadan bolasidan o'g'irlaydi. Timsoh onaga shunday taklif qiladi: agar sen men bolangni qaytarib berishim haqidagi keyingi bayonotni to'g'ri aytsang, men bolangni qaytaraman. Agar noto'g'ri aytsang, men uni yeb qo'yaman. Ona uzoq o'ylanib, nihoyat shunday deydi: sen bolani qaytarib bermaysan. Endi vaziyatni ko'rib chiqamiz. Agar timsoh bolani qaytarsa, onaning bayonoti yolg'on bo'ladi, lekin timsoh yolg'on gapira olmaydi. Bolani yeb qo'yishga va'da bergan edi. Shunday qilib uni qaytarishi mumkin emas. Agar timsoh bolani qaytarmasa, onaning bayonoti rost bo'ladi, lekin timsoh rost bayonot berilganda bolani qaytarib berishga va'da bergan edi. Shunday qilib uni yeb qo'yishi mumkin emas. Timsoh dilemmasi yolg'onchi paradoksi singari shartli va'da o'z-o'ziga murojaat qiladigan vaziyatni mantiqan hal qilinmasligini ko'rsatadi. Uning yakuniy yechimi yo'q, chunki mantiqiy ziddiyat uni boshidan hal qilib bo'lmaydigan qiladi. Keling, falsafaning eng qadimiy va eng qiziqarli muammolaridan biri bo'lgan Tesey kemasi bilan tulishni boshlaylik. Mashhur kemani, aytaylik, Tesey suzgan kemani tasavvur qiling. U muzeyda ehtiyotkorlik bilan saqlanadi. Asrlar davomida yog'och taxtlar chirib, almashtiriladi, ustunlar yorilib, o'zgartiriladi. Oxir-oqibat kemaning har bir original qismi yangisi bilan almashtiriladi. Bu yangi kema hali ham original Tesey kemasimi? Va buni yanada qiziqarli qilish uchun, agar biz tashlab yuborilgan barcha original taxtalarni olib, ulardan ikkinchi kemani qayta qursak-chi, ulardan qaysi biri haqiqiy Tesey kemasi
bo'ladi. Bu paradoks identiklik va uzluksiz mohiyatni o'rganadi. Agar jismning barcha qismlari almashtirilsa, u o'z identikligini saqlab qoladimi? Bu bizni moddiy materiyaga, shaklga, funksiyaga va ehtimol mahumroq narsaga bog'liqmi degan savolni qo'yishga majbur qiladi. Bu nafaqat kemalar, balki tanamizdagi hujayralar doimiy ravishda yangilanib turadigan o'zimiz bilan ham rezonans beruvchi jumboqdir. Yana qiziqarli videolar uchun like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.